Do'stlar, mana qaranglar, Allohimning mehribonligi bilan Dubayga yetib keldim. Dubay meni qabul qildi. Ko'pchilik tilni bilmasang qaytarib yuboradi, u bu deb rosa qo'rqatirdim. Nihoyat mana Dubayga o'tib oldim do'stlar, ko'ringlar mana. Hozir endi men Sharji degan joyga keldim. Sharjidan imoratga boraman. Eng katta binosiga qarab yurib boraman. Do'stlar, ko'ringlar mana. Bir o'zim hammasini eplayman. Inshaalloh, ani ko'nglimda kabani ko'rish Alloh uchun boryapman. Qolgani shundoq bo'lyapti. Bu hammasini menga Allohim beryapti. Yo bironta odam shuncha patpishi masanga deb bergan yo'q, faqat Allohdan. Hammasi Allohdan. Kuzatinglar bo'ldi mana. Dubayga yetib keldim. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'risi men Dubayga kelishni juda orzu qilardim. Orzularim amalga oshyapti. Eng katta orzuyim ota-onamni hoji qilish. Boshqa hammasi bo'laveradi. Alloh bersa hech narsa emas. Do'stlar, ishoninglar, bu kunlar o'tadi. Bir kun Allohning oldiga qaytamiz va hammasiga javob beramiz. Shuning uchun yaxshi ishlar, yaxshi savob ishlarni, dunyoning mo'jizalarini sizlarga ko'rsatib ketaman. Dubayda hamma joyini video qilib olib ko'rsataman. Xo'p, sizlarga. Davay do'stlar. Voy do'stlar, tog'lardan o'tib, o'rmonlardan o'tib bunday joyga kelaman deb o'ylamadim, ko'ringlar. Konto Dubay do'stlar, mana safarimning 107-kuni inshaalloh Makka va Madinaga maqsadim yetib borish. Lekin bunday joylarda qaranglar, o'zimmanmi ko'ringlar. Sizlar tush ko'rmaysizlarmi? G'alati bo'lib ketyapman. Qishloqdan shunaqa joyga kelib qolsa boshqacha bo'lar ekan. Yo, mashalloh do'stlar, hammaga nasib qilsin, hamma yoqda video olib ko'rsataman sizlarga. Hozir Burj Xalifaga ketyapman. Hozir shu atrofida bo'laman. Do'stlar, kuzatinglar, bugun 25-sentyabr, soat bilmadim necha bo'lgan. Mana mashhur joy. Do'stlar, Konto Dubay. Ilohim hammaga nasib qilsin do'stlar. Mana 107 kun deganda men Dubayga, dunyodagi eng katta binoga yetib keldim mana. Eng baland, ko'ringlar, dunyodagi eng baland bino. Do'stlar, men hozir yerda kechgacha o'sha yerda bo'laman. Bugun 25-sentyabr. Eng qizig'i mana hozir o'zbeklarni ko'rib qoldim bu yerda. Qaydansiz? Farg'onadan. Farg'ona, Qo'qon. Do'stlar, eng qizig'i hozir Dilimiy akamiz ham shu yerda ekan, ko'rishamiz. Kim Dubayda bo'lsa, mana shu atrofda bo'lamiz. Dubayda eng katta bino rasman Burj Xalifadamiz. Xullas do'stlar, niyat qilsangiz, sabr qilsangiz, harakat qilsangiz, Allohim sizga hamma narsani berar ekan. Ko'ringlar mana Dubay. Inshaalloh hamma o'zbeklar shu yerga kelish nasib qilsin. Amin. Hamisha yuzimiz yorug' bo'lsin, biz o'zbeklarni hech qayta qoqilmaylik. Do'stlar, xullas juda xursandman. Men Dubaydaman. Endi Saudiyaga o'tib ketishim bilmadim necha kun cho'ziladi. Ozgina dam olmoqchiman shu yerda, lecheni olmoqchiman. Ko'zlarim tay ko'karib ketdi. Shunga nima deysizlar? Do'stlar! Biz qaydamiz? Do'stlar, men Dubaydaman, ko'ringlar. Mana. Do'stlar, xullas biz qaydamiz? Yozinglar kommentga. Atmosfera vaqt shuda. Mana shu yerga bitta qo'shib qo'yaman. Qarab turinglar, ketdi.